Assalomu alaykum. Biz Globalizer xususiy bandlik agentligi podpischiklari, mana nomzodlarimiz Koreyaga Y7-1 ga imtihon topshirishdi. Xudo xolisa mana mehmonlarimiz. Hozir amaliy imtihon jarayoni. Mana imtihonga almashish jarayoni. Yigitlarga omad, o'ziga qomat, cho'nchagiga daromad. Hammasi yaxshi niyatda Koreyaga ishlashga, kimdir uy olaman, kimdir to'y qilaman, kimdir hoji umraga ketaman deb bola chaqasini boqishga ketishyapti shu yigitlar. Xudo xolisa hammasiga omad tilaymiz yigitlarga. Yigitlarga omad tilab qolamiz.